Assalomu alaykum, qadrli obunachilarimiz. Bugun Kattaqo'rg'on shahar axborot kutubxona markazi taniqli yozuvchi Shukur Xolmirzayevga atalgan book trailerni e'tiboringizga havola etamiz. Shukur Xolmirzayev 1940-yil 24-martda Boysun tumanida tavallud topgan. Shukur Xolmirzayev ijodi hozirgi zamon o'zbek adabiyotining yorqin va mazmundor sahifalaridan birini tashkil etadi. Shukur Xolmirzayev ko'p qirrali iste'dod sohibi hamdir. Shukur Xolmirzayev ijodida ko'tarilish, ya'ni uni professional hikoyanaviy sifatida dovruq qozonishi 1970-yildan boshlanib, adib 1970-1990-yillar Hayot abadiy, Og'ir tosh ko'chsa, Ot egasi, Boychechak ochildi, O'zbekning soddasi, Farzand, Bodom qishda gullaydi, Tabassum kabi go'zal badiiy durdonalar yaratdi. Shukur Xolmirzayev O'zbek sovet adabiyoti degan katta jangohning bir chetida haqiqiy milliy o'zbekona qahramonlarni dadil safga chizdi. Yana bir jihatga alohida to'xtaladigan bo'lsak, ijodkor hikoyalarida o'sha davrning qotib qolgan sotsialistik realizm metodini ko'rmaymiz. Yuqorida keltirilgan asarlar avvalo mana shu jihati bilan o'quvchilarni o'ziga qaratdi. Milliy adabiyotimizning 20-asr boshlaridan toki bizning kungacha bo'lgan davri, ya'ni oxirgi 100 yillikda hikoya janri tadqiq etiladigan bo'lsa, Shukur Xolmirzayev yaratgan hikoyanavislik maktabi birinchilardan bo'lib e'tirof etiladi. Mazkur janrlar saflaridan ilgarilab ketgan ijodkor o'zbek hikoyachiligini har jihatdan takomilga yetkazgan haqiqiy usta hamdir. Yozuvchi asarlarida asosan vatanparvar, tog'liklar u kasb kori hayoti, tog' bilan bog'langan insonlar tasvirlanadi. Chunki adibning bolaligi pirvqor Boysun tog'larida o'tgan. Yozuvchining o'zi qahramonlari timsolida shu tuproq meniki, uning dara-yu parrandasi, o't o'lanlari va qushlari ham meniki deb sevib yashaydi va kitobxonlarni da shunday hislarga oshno etadi. Shukur Xolmirzayev hikoya, qissa, roman esselarida vatan manzaralari, tabiatni quyuq yorqin bo'yoqlarda botiniy sevgi, tiyiqsiz mehr bilan ta'bir joiz bo'lsa, hatto naturalist rassomdan ham yaxshiroq gavdalantiradi. Pirovarda mutolaaga berilgan o'quvchi o'zini unutib asarga sho'ng'iydi. Qahramon bilan birga muallifning sirli olamiga sayohat qiladi. Shukur Xolmirzayev 1991-yil O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlangan. Yozuvchi 2005-yil 29-sentyabrda Toshkent shahrida vafot etgan.